U ayollar bilan shunaqa muomala qilish kerakki, bir o'ynashib, hazillashib ham turish kerak. Ba'zilar or deb biladi-da, ayol kishi bilan hazillashishni, seryozni bo'ladi uyda. Shinoqini ko'rsattirmaydi. Kimdir o'rgatgan unga aqlli do'sti. Shunaqa aqlli do'stlardan maslahat so'ramang. Uylanadigan yigitlar chimindiqqa kirib ketayotganda hech qachon namoz o'qimaydigan, hech narsani bilmaydigan, halol haromni farqiga bormaydigan yigitlardan emas, diyonatli, ahli ilm bo'lgan, yaxshi bo'lgan yigitlardan maslahat so'rang. Ba'zilar maslahat so'rayapti. Maslahatiga o'sha og'aynisi javob beryapti. Uni aytib beryapti bizga. Sen dag'al bo'lgin, gah desang qo'lingga qo'nadigan bo'lsin. Oshxona uni ishxonasi bo'lsin. Onamga xizmat qilasan, undan boshqa seni ishing yo'q. Uyda shu faqatgina ertalab saharda turib, kechqurun ham uxlagandan keyin uxlaysan degan birinchi kundanoq usloviyalarni, eng yomon narsalarni qo'yib tashlaydi.